Do'stlar, короче, sizlarga yangilikka e'tibor. Agarda sizlarga hozir yangi chiqqan kinolar sifatli va reklamalarsiz ko'rish xizmati kerak bo'lsa, marhamat qilib yangi TV platformasi qaranglar mana. Zapis qiladigan programmam qayerda meni? Hozir 1 daqiqa do'stlar. Mana bu yerda ekan. Mana buni ustiga bitta bossanglar, silkani ustiga bossanglar, mana plamakka o'tkazib yuboradi. Avtomatik ravishda. Bu menda o'rnatilgan, sizlarda o'rnatilishi kerak, mana baho qo'yibman. Xo'p, buning uchun sizlar mana bu yerga yozib qo'yibman. Agar siz sifatli ravishda kino va serialni kerak bo'lsa, yangi chiqqan yangi TV va uni silkadan yoki Play Marketdan topib yuklab oling va eslatma, faqat bir raqamga 2 kunga tekin kinolar ko'rish uchun, qolgani pulli. Yangi raqam bo'lsa, yangi raqam olib yana tekin bo'ladi. 2 kun yoki donat qilib premium obuna bo'lib ko'ring. Eng asosiysi reklama yo'q ekan. Siz ko'proq sim karta raqami bo'lsa, muammo yo'q. Sizda bemalol Telegram ko'proq raqaminglar bo'lsa, o'chirib tashlab qaytadan olib, profildan chiqib ketib, raqam kiritib, короче, kino ko'raverasizlar yana 2 kun. Bitta raqam degani 2 kun degani, ikkita raqam degani уже 4 kun degani, короче. Xo'p, ikkita raqam qayerga qo'ygandim? Короче, reklama yo'q ekan, lekin ko'proq sim karta bo'lsa, sim karta raqami bo'lsa muammo yo'q. Yaxshisi donat qilib premium kinolarni ko'rgan yaxshi, pul bo'lsa albatta. Xo'p, bu yerda men o'rgatganman. O'rgatmagan ekan, bu rasm ekanda. Mana shunga kirasizlarda, mana bu yerda mana Minecraft kinosi ko'rishinglar mumkin. Yuklab olsanglar, 2 kun faqat tezroq olgan zahoti ko'rishni maslahat beraman. 2 kun ichida foydalanib. Bu yerda rasmi, короче, yozasizlar, shunaqa qilib chiqadi, короче. Xo'p, bu yerda esa qanday o'rnatishni nimasi, короче, videosi. Mana bu yerda, короче, qayerda edi? Короче, mana bu yerda yana hozir. Mana Minecraft deb yozasizlar, o'zi chiqib keladi mana. Xo'p. Misol uchun kanalga videolar chiqadi-ku, topish uchun qadalgan xabarga bossanglar, mana misol uchun qadalgan xabarga bossanglar, yokida bo'lmasa, qidiruvga berasizlar, qidiruvga Minecraft deb yozasizlar. Minecraft. Yo'q, короче, mana bu Minecraft so'zini hozir 1 daqiqa do'stlar. Zapis qiladigan programmam qayerda endi? O'shi ko'rinmaydigan qilib qo'yganman-da mana shuni. Xo'p.